Albatta qarz berishning fazilati katta. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayni illa kana ka sadaqatiha marratan." Bir musulmon boshqa musulmonga 2 marta qarz bersa, ana shu 2 marta qarz bergani bitta sadaqa qilgan bilan barobar bo'ladi. Sufyon as-Savri aytadi: "Sadaqa berishimdan ko'ra birovga qarz berishim men uchun mahbubroq." Chunki sadaqa muhtoj bo'lmaganlarga ham berilishi mumkin, ammo qarzni faqat muhtojlar oladi. Nasiya savdo halol. Lekin mana shu nasiya savdoni bahona qilib bir musulmon ikkinchi musulmonni qarz botqog'iga tiqib tashlayapti. Bir odamning mashinasi bor. Naqd pulga sotsa 5000 ga sotadi. Asl narxi 5000. Qarzga kirib qolgan muhtoj odam keladi-da, haligi odamdan shu mashinasini so'raydi, nasiyaga. Qarzdor qarzini taqab yotibdi bu yoqda birov, endi berishlikka majbur. Shuning uchun haligi 5000 lik mashinasini 7000 ga o'tkazadi. Bozorga olib chiqib sotsa 5 ga sotadigan mashinasini nasiyaga berayotganligi uchun 7 ga beradi. 2000 foyda qilyaptimi? 40% foyda qo'ydi. Endi o'sha bilan ish bitmaydi. U 7000 ga o'tgan mashinasini ustiga 1 yilga nasiyaga berayotganligi uchun 50% foyda qo'yadi yana. Tanish manzarami? 50% degani 3,5 degani. Endi qarang, narxi asli 5000 lik bo'lgan mashinasi 10500 ga o'tyapti. 100% dan ko'proq foyda qilyaptimi? 5000 lik mashina qarzdorga 10500 ga o'tdi. Bunaqa foyda keltiradigan tijorat qayerda bor hozir? Bunaqa ishni nasiya savdo deb qilayotganlar, ha, to'g'ri, nasiya savdo. Shunaqa ishni qilayotganlar bir musulmonni ko'rib bilib turib qarzga tiqib tashlash emasmi? Ya agar ona bankdan prosentga pul olsa hamchi, bank ham 13%, 15% beradi. Bularni berayotgan sistemasi bo'yicha 100% dan o'tib ketyapti. Bunaqa katta foyda qilayotganini bilganidan keyin boyaga nasiyaga sotayotgan birodar tezda o'tkazib beradi o'zining nomiga, boyaga qarzdorda. Nimaga? Tezroq birovga berib yuborsin deydi. U 5000 lik mashinani 10,5 ga olib oldi. Naryoqda uni taqayotgan haqdorga olib borib turib, qanchaga beradi uni? 3-4 ming orqasiga sotadi. Avvalgi qarziga yana yangi qarz ilindi. Qulog'i tinchish uchun shu ishni qildi. Endi mana shunaqa yo'l bilan, mana shunaqa sxema bilan mashina sotayotgan boyaga odamga, bu odam to'lamaydi-yu,